Do'stlar, biz hozir Li Autoga keldik. Li bu yerda yangi mashinalarni olib kelgan va eng zo'r mana bu Li Mega degan mashinasini olib kelgan. Juda qimmat, juda luxury. Hozir sizlarga ko'rishga harakat qilamiz. Biz Li L7 ga keldik. Rangini ko'ryapsizlarmi? Ko'k ekan rangi. Zo'r rang. Narxi buni narxini $46,000 dedi boshlanishi va undan tepaga qarab ketadi. Bu gibrid. Hybrid. Yeah. The auto is still building. All right. Thank you. One more thing. And no plastic. No plastic. How's we are taking videos. Say hi. On the YouTube. Yeah. Hello. Biz hozir so'rayapmiz, butlovchi qismlarni olsa bo'ladimi Li Autodan deb. Yo'q deyishyapti, chunki zapchast butlovchi qism bilmaganlar uchun. Zapchasti sotilmaydi deyapti, ofitsialni, lekin menimcha ikkinchi bozordan olsa bo'ladi. Hozir biz endi L7 ni olamiz. Ko'ryapsizlar, mashina zo'r, hamma biladi, hamma sevadi L7 ni. Ichkarisida nima bor? Bu yerda mana o'tirib olmoqchi. Biz hozir shundoq ko'rishsak bo'ladi. Chunki L7 ni ko'pchilik biladi. Ikkita ekranli ekan, bu ko'ryapsizlarmi? Lyuk orqasida ham ekrani bor. Bemalol PlayStation'ni qo'yib olib o'ynab ketsa bo'ladi. Bu orqasi. L7 ni orqasi. 4 ta gaz ballon ketadi, bemalol qo'ysanglar bo'ladi. Shunda o'zi 700 km, 600 km yursa, sizlar 1,5 km yurasizlar 4 ta gaz ballon bilan. Bitta zaryadka polniy bak bilan 1 oy haydab yurasizlar 4 ta gaz ballon qo'ysanglar. Narxi 46,000 dedi, 46,000 dan boshlanadi. Bu L7, L6si 36,000-38,000 dan boshlanadi dedi. Zo'r mashina, L7 zo'r. Bu yerda mana Lisan'da Mega degan mashinasi bor. Bu juda zo'r mashina, juda luxury. Butunlay elektrik kar. Ko'rib turibsizlar. Dachiga ketsa bo'ladi, bemalol. Menimcha 1000 kilometrga yaqin yuradi. Qog'ozda endi bilasizlar, ko'p narsa bog'liq yurishiga. Oldidan qismi lidar bilan. Narxi kelsak, bu 700,000 yuan deyishdi. 700,000 yuan ila $95,000 bo'ladi. Butunlay elektrik kar. Juda noyob mashina, ko'rinishi ham boshqacha. Xitoyda o'zida ham kam yuradi yo'lda. Chunki mashina qimmat. Bu narxga boshqa mashinalarni ham olsa bo'ladi. Men bu yerda ichkarisini ko'rsanglar bo'ladi, sal uzoqroqdan. Chunki ko'pchilik kelib ko'rmoqchi. Megani ko'ryapsizlar, odam juda ko'p. Zo'r mashina. Orqasidan ko'raman desanglar, mana yuk xonasi. Ko'ryapsizlarmi? Ichkarisi. Oldi orqa qilib o'tirib ketsanglar bo'ladi, bemalol. Biz hozir Li Autoni butlovchi zapchastlari haqida so'rayapmiz, chunki ko'pchilik zapchasti haqida qiziqadi. O'zbekistonda Xitoy mashina kirib kelgani bilan zapchast yo'q. Yo bo'lsa ham qimmat yoki juda kam. Shuning uchun Li pavilyoni zo'r. Shuncha berilib o'tirmaymiz, chunki Li Auto juda ko'p O'zbekistonda va hamma biladi, sevadi. Zo'r mashina. Xitoyliklarning o'zi ham Li'ni yaxshi ko'radi. Shanxayda joylashgan kompaniya. Zo'r. Yosh kompaniya, 2 yil, 3 yil bo'lgan.